Voy, aka menga ham yarmini bering. Yo, bermayman, bor o'zing olib chiq. Akajon bera qoling. Yo, bermayman. O'g'illarim, nima talashyapsizlar? Bezor. Noning katta ekan o'g'lim. Yarmini ber ukangga. O'g'illarim, hozirgi gaplarim esinglardan chiqmasin. Bezor, senda bormi? Ukang bilan bo'lish. Javlon, agar sen topsang, akang bilan bo'lish. Sizlar aka-ukasizlar. Aka-ukaning o'rtasida mol, mulk, pul rol o'ynamaydi. Hamisha bo'lishinglar bo'ladi. Bekzod, noningni yarmini ber-chi ukangga. Pomidoringni ham bittasini ber. Avval akajon. Ha, ukam. Mana. Rahmat akajon. Javlon ukam. Qara, ikkita soat oldim. Bittasi senga, ikkinchisi menga. Qale, yoqdimi? Zo'r aka, shunaqa soatni orzu qilgandim. Rahmat, sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman akam. Aka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nima chiqibsan? Xursandman-da. Loyihamizning birinchi foydasi. Dadam gaplar esingizdanmi? Albatta. Akang bilan har doim bo'lishkin degan. Yarmi sizga akajon. Zo'r ish bo'pti-ya. Seni yaxshi ko'raman akajon. Men ham sizni yaxshi ko'raman akajon. Azizaxon, kel. Qarang. Ilohim bolalarimiz ham katta bo'lishganda dadalariga o'xshab inoq bo'lishsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Tabriklar ukam. Den guruhdan 3 xonali uy oldim. O, zo'r o'tdik aka. Xayrli bo'lsin. Tabriklayman. Rahmat. Bu esa senga. Rostdan. Dadam gaplari esingdami? Esimda akajon. O'zingga